Sindray mashinasi xadoviga olib qo'yganmiz. Hamma joy chosh to'shalgan. Supportlarini to'kirga berib, rulovkani to'kirga berib, mana hammasi yirtilib, chochilib ketgan. Pillar yirtilib ketgan, o'ynayapti, mana aylanyapti. Bunaqa aylanish kerak emas. Biladiganlar yozib yuboringlar kommentariy. Shunaqa bo'lish kerak, bo'lmash kerak. Mana supportga ahamiyat bermaydi. Lekin juda katta ancha o'zgarish bo'ladi supportida. Hop, supportini garmoshkalarda, ya'ni shag'alli yo'lida yurganda ovoz chiqaradi. Orasi ochilyapti, mana o'ynab. Ne almashtiramiz. Hop, mana bu narsasi yaxshi ekan, bu o'zi qovuradi. Yaxshi narsasini biz o'zini qoldiramiz, qanaqa qilmaymiz. Mana futulkasi, mana futulkasi tabdilashib ketgan. Mana shu futulkasini o'zidan almashtirib qo'yamiz. Zapchastlar hammasini olib kelganmiz, mana. Mana farq ancha. Ingichka pishib ketgan. Mana yangi futulkasi mana. Mana farq. Mana sharoyli o'ynayveradi. Sharoylar zazor ochilib qoladi. O'ynagandan keyin mana sharoy borib kelaveradi. Yoqqa borib kelgandan keyin sharoy mana sanli bo'lib ketib qoladi. Mana kulak joy ketib qoladi, uzoqqa bormaydi. Bunaqa pachov ketgandan keyin shuning uchun bunaqa qalinini qo'ysa yumshoq bo'ladi. Hammasini har galgidek litorlab, moylab yig'amiz, xudo xolasa cho'tki bo'ladi. Kalotkalar yaxshi ekan, kalotkalar o'zlariniki qovuradi. Kalotkalar cho'tki, sharning, nakanishning hammasi ashtan, pinni butun pinni qoladi. Butun narsani qoldiramiz biz, iloji boricha qoldiramiz. Bu hadovoy deganda hamma narsani almashtirish kerak emas. Ketgan narsani almashtirish kerak bo'ldi. Ketmagan narsa o'zi qovuradi mana. Ketyapti mana. Aylanyapti. Bunaqa aylanish kerak emas o'zi bu. Hammasini yig'ib, yumshoq qilib cho'tga qilib beramiz. Support o'qil o'ynaydigan o'sha ovoz chiqaradigan mana shu bo'ladi, mana shu ovoz chiqaradi, mana shu yerda. Mana shu temir-temirga tegib yeyilib katta bo'lib ketadi, mana shu o'ynab qoladi. Ko'pincha shu moysizlikdan bo'ladi. Ko'p vulkanizasiyada alishtirganda moylashmada moylamasdan shunday yig'ib bo'ladi. Shundan bo'ladi. Yeyilib ketadi. Temirga temir ishqalanish bo'ladi. Bizga keragi shu. Oqizib ketgan zatirlari. Bunday yotibdi mana. Hadoviga olib qo'ygan bo'lsangiz bitta, xudo xolasa. Deyarli bitta. Sharoylarni qo'ydik hammasini. Sharoylarni qo'yib, rezinkalarni hammasini qo'yib, tayyor mana oralari ancha yopilgan. Ancha yopilib turibdi, o'zinikida ochilyapti. Bunda support qolgan, support bilan rulovkaning kasini qilib olsak bo'ladi, xudo xolasa. Ishimiz bitadi. To'kirga berib qo'yganmiz. To'kir rost olib kelinadi. To'kirdan bir 2 soatcha vaqt ketadi. Support manaqa ko'plish support manaqasiga qaramaydi. Ahamiyat berishmaydi to'g'rirog'i. Rezinka nimalardir qo'yib qo'yishadi. U rezinkalar u hammasi vaqtinchalik narsa, uzoqqa yurmaydi. Kalotkani qiyshuv yeyilishiga, diskga qorayib ketirishiga, kalotka tez yeyilib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz o'zini restoratsiya qilib qo'yamiz. Yumshoq bo'ladi, ovoz chiqarmaydi, tormoz olishlari ham, kalotkani ham umri uzoqroq bo'ladi. Sabab bo'ladi. Shuning uchun biz bunaqa rezinkalar tiqmaymiz, imkon qadar o'zini restoratsiya qilamiz. Effekti ham, rezultati ham zo'r bo'ladi, o'zgaradi. Xudo xolasa biz sababini qilamiz, qolgani hammasi Allohdan. Biz imkon qadar ketgan narsalarni qilinadi, ketmagan narsasi qilinmaydi. Mana shu rezinkalarni mana o'zini alishtirib qo'yamiz. Qalin rezinka bo'ladi. Bu Nexa'ning rezinkasi tushadi bunga. Nexa'ning standart rezinkasi qo'ysa, ancha mashina loporlashiga ham, muvozanat ushlashiga ham ancha sababchi bo'ladi, yaxshi bo'ladi, yumshoq bo'ladi. To'kirga borib, olib kelsak bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, mana shu to'kirga borish, magazinga borish, hamma xizmatlarni biz o'zimiz qilamiz. Olib kelamiz, o'zimiz olib kelamiz. Xohlasanglar o'zingizlar olib kelinglar, xohlasanglar biz bor. Zapchasi ham muammo yo'q. Zapchasi ham xohlasanglar o'zingizlar olib kelinglar, xohlasanglar biz o'zimiz olib kelamiz.
Farqi yo'q, lekin zapchast olib kelish, topib kelish, mana shu to'kirga borib kelish, hammasi bizning o'zimizning xizmatlarimiz ichida bor, xizmatlarimizga kiradi. Xohlasanglar kelib o'tiringlar, xohlasanglar mashinani tashlab ketinglar. Shu mana bu mashinani ham shunday mashinani tashlab ketdilar kech payt. Biz qilib qo'ydik. Hammasi Allohdan, inshaalloh Allohning izni bilan Alloh qodir qilganicha qildik, qo'limizdan kelganicha. Jam bir sababini qiluvchi oddiy bir bandamiz. Imkon qadar Samarqand. Xudo xolisa yumshoq, zo'r bo'ladi, cho'kki bo'ladi. O'zi bitta Xudo xolisa sharni nakanechni rulovkalonka hammasini moylab, bitovlab yig'ib berdik. Moy bo'lmaydi o'zinikida, moy qilinadi, futilka qoqildi. Bunga ham Xudo xolisa yana bir marta qilsa bo'ladi. Hammasini qo'yib, shplintlarigacha zavod qilib berdik. Hammasini qotirib, pattashga qilib, hammasini moylab, iloji boricha yumshoq qilib berdik. Oralari ham yopildi. Yumshoq bo'ldi. Supurtlarni o'zlariga remont qildirdik. Rezinka yo'q, hech qanday rezinka qo'yilmagan. Bu o'ziniki qoldi. Mana shu futilka rezinkasini qo'yib berdik. Nexia futilka bo'ladi. Shuni qo'yib berdik. Muvozanatdan ushlaydi. Yumshoq cho'tki bo'ladi. Futilkalar zakonni turibdi. Rolni razvalni imkon qadar to'g'irlab beramiz. Bir 60-70% to'g'irlab beramiz. Yog'ni o'zlari anaqa yo'q boradi. Razvalda 100% to'g'irlab beradi. Razvalga borguncha sal to'g'irlab beramiz. Bo'lmasa sharoylar ketib qoladi razval. Razvalsiz yursa qo'ldan kelgancha iloji boricha qilib berdik. Orqa amorzatorlarni almashtirib yengga qo'ydik. Yengga qo'yib berdik. Orqa futilkalari yaxshi ekan. Ularni hammasini moylab, smaska qilib, yumshoq qilib berdik. Salni blokli bo'ladi, uncha ketib turmaydi. Hammasini to'g'rilab yig'ib berdik. Xudo xolisa bitti.